Uhud g'azotida Hazrati Hamza ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhuni Umayya ibn Xalafning quli vahshiy o'ldirgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning o'zini ham o'limga hukm qildilar. U qatldan qo'rqib sahroga qochib ketdi. Kunlardan bir kun vahshiyning yuragida islomni qabul etish istagi paydo bo'lib qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xat yozdi. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, men islomga kirishni xohlayman, lekin Alloh taolo senga tushirgan ushbu oyat meni to'smoqda. Ular Alloh bilan birga biror ilohga iltijo qilmaslar. Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar. Zino qilmaslar. Kim ana shuni qilsa, uqubatga duchor bo'lur. Qiyomat kuni uning azobi bir necha barobar ko'paytirilur va u azobda xor bo'lib abadiy qolur. Furqon surasi 68-69 oyatlar. Meni bilasan, mushrikman, qotilman va zoniyman dedi. Alloh taolo oyat tushirdi. Magar kim tavba qilsa, iymon keltirib solih amal qilsa, bas, Alloh ana o'shalarning yomonliklarini yaxshiliklarga almashtirur. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Furqon surasi 70-oyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning xatiga javoban shu oyatni yubordilar. Vahshiy javob xatini olgach yana xat jo'natdi. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, bu oyatda shart bor ekan. Bu bilan vahshiy tavba qilib iymon keltirib yaxshi amallar qilish shartini nazarda tutdi. U bu shartlarsiz Allohning rahmati va mag'firatini xohlagan edi. Alloh subhanahu va taolo yana oyat tushirdi. Albatta Alloh o'ziga shirk keltirilishini kechirmas. Undan boshqa gunohni kimni xohlasa kechirur. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana uning xatiga javoban bu oyatni yubordilar. Ammo vahshiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yana maktub jo'natdi. Bu oyatda xoslik bor ekan. Bu bilan u Alloh taolo xohlagan bandasini kechirishini, u esa o'sha xohlagan bandasi bo'lmasligi ehtimoli borligini nazarda tutgan edi. Bandalarga o'ta rahimli bo'lgan Alloh subhanahu va taolo yana oyat tushirdi. Sen mening tarafimdan ey o'z jonlariga isrof, jabr qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsiz bo'lmang. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat etar. Albatta uning o'zi o'ta mag'firatli va o'ta rahimli zotdir deb aytdi. Zumar surasi 53-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning xatiga javoban shu oyatni yubordilar. Vahshiy xatni o'qidi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib musulmon bo'lganini e'lon qildi.